O'tgan yili tegishli hukumat qarori qabul qilinib, unga ko'ra aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismini aynan mana shu energiya ta'minoti ehtiyojlariga imtiyozlar berish va isitish mavsumida kompensatsiya imkoniyatlari belgilangan edi. Aytingchi, energiya ta'minotida ehtiyojmand aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bir narsani aytib o'tmoqchimanki, ehtiyojmand oilalarga mana o'tgan yili joriy qilingan mexanizm haqiqatda o'z samarasini berishni boshladi. Birinchidan, endi biz ko'p birgalikda ishlab, ijtimoiy himoya milliy agentligi buni endi ular taqsimlab qiladi mablag'ini ham. Avvalambor reyestrda unchalik o'sha darajagacha iste'mol qiladigan yoki shunga ehtiyoj bo'lgan oilalar o'sha biz kutgandan ham kamroq chiqdi. Shuning uchun ham hattoki qo'shimcha ravishda e'tibor bergan bo'lsangiz, prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha yana qo'shimcha reyestrga ko'proq axvat qilish uchun ishlandi. Albatta, mana biz o'zimizni yashil energetika yo'nalishida qilganimiz prezidentimizning qarorlari asosida hozir 200 ta mahallada hozir 14 tasida amaliy ish boshlandi. Pilot loyihalar bu mahallalar hududida 200-300 kilovatlik quyosh stansiyalari, kichik quyosh stansiyalarini qurib, u yerda birinchi o'rinda ehtiyojmand oilalardagi fuqarolar ishga joylashadi. Endi to'g'ri kamchilik 3-4 kishi bo'lishi mumkin, chunki ko'p ish kuchi talab qilmaydi. Va ulardagi ishlab chiqargan o'sha 200 kilovat norma elektr energiya ehtiyojmand oilani ehtiyojini to'liq qoplagan holda qolganini bizni hududiy elektr tarmoqlari sotib oladi tarmoqqa va mablag' ortiqchasi mahalliy komitet jamg'armasiga tushib, o'sha hududda o'ziga ishlatiladi. Hozir 14 ta loyiha bo'yicha ishlayapmiz, ikkitasi ishga tushdi.